Assalomu alaykum hammaga. Bugun logistika biznesi sal qiyinlashdi. Nimani evaziga? Dizel evaziga. Buni yechimi faqat hozircha shu metanimizda. Bugun sizlarga obzor qilmoqchi bo'lgan texnikam GH6 modelini men sizlarga obzor qilib beraman. Korotka obzor, qisqagina, chunki sizlarni vaqtinglarni olish niyatim yo'q. Tez-tez gapirib, hamma narsasini tushuntirib o'taman. Texnikamizda glavniy narsalardan bittasi 8 ta gaz balon 150 talikdan 4 ta gaz balon 80 talikdan turibdi. Ya'ni bu degani 450-500 km yurib beradi. Agar opti juda ham kuchli shoperlar bo'lsa, ular 550 ham yurib berayotganlar bor ekan. Texnikamizda bitta mostli bo'lib, bu ya'ni yana bitta ekonom qo'shadi, texnikaga yurishiga masofasi ko'payadi. Pnevma podveskalarda tormozlari diskoviy tormozlar. Ya'ni diskda tormoz oladi. Bu degani tez ketayotgan bo'lsa yoki yuk bilan ketayotgan bo'lsa, tez to'xtashga yordam beradi. Texnikamizda Euro 5 motor turibdi. O'sha o'zimizning qadrdon Vichay motorimizni 12 ta pog'onali mexanik korobkada. Nima desam ekan, zapchastdan muammo bo'lmaydi. Hamma narsa topiladi, hamma narsa vaqtida qo'yilib, tez remont qilinadi. Chigachimizning ichi saloni ko'rinishi mana ikkita kravati bor. Sideniyamiz podushkali, 12 ta bosqichli skorusimizning richagi, displey, multirul, tablosi, konditsioner, hamma narsa bor. Ya'ni даже konditsioner, oddiy konditsioner emas, klimat kontroli ham bor texnikani. Bokovoylari menga ishlash shunaqa yoqdi, вообще tez ishlayotgan lekin bori. Bundoq bosganingizda tez reaksiya qilib, tez to'g'rilab olsa bo'lar ekan. Shu narsalari, nima desam ekan sizlarga? Baribir Xitoy bo'lgani bilan ichida komfortni maksimalda qilib qo'yishgan. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentariy yozinglar, bir-biriga tashlab qo'ysanglar, sizlar orqali kimdir shu videoni ko'rib turib, agar shu texnikani sotsa, sizlar hatto bir ozgina bo'lsa ham savobga qolasizlar. Bizda faqat bu trakimiz emas, bu yerda yana 5-6 xil texnikalarimiz bor. Adresimizda pastdagi raqamlar orqali bilsanglar bo'ladi, adresimizdan ham pastda yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilaveringlar. Yana bitta narsa, aksiya bo'lyapti. Hozir bunisini ham tushuntirib o'taman sizlarga. Aksiyamiz shundan iboratki, har bitta mijoz, ya'ni bitta texnika sotosanglar, mana bundan bitta sharik olib turib ochasizlar. Bu shariklarning ichida nima bor? Sokovыжималка, mikrovolnovka, shunga o'xshagan televizor, pылесосlarga o'xshagan narsalar. Hozir men просто bittasini ochib ko'rsataman. Любой bittasini, ichida menga nima chiqadi? Men hali sotganim yo'q, просто ko'rmoqchiman ichida nima borligini. Blender yutolmay, eng arzonini. Kelinglar, olinglar texnikalarni ko'ringlar. Zavod tomonlama 3 yil garansiya, ya'ni 100 ming probeggacha garantiyasi bor. Video yoqqan bo'lsa like bosishingizdan chiqmasin, komment yozinglar. Sog' bo'ling.